Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 9. Ming Xoja pajasidan keyin Sulki ishqiya murtiri xuddi qaynavatqan qozonga suv quyvatgandek jimibla ketishdi. Anda sanda yüz berib turgan sülük majralarına nisbatan Malika Muhtaram Xenim qattiq qo'l siyosat yurgizdi-da, qaysi sülüktikilarning haq, qaysi sülüktikilarning nohaq ekanligini ayırib o'tirmay, har ikki sülüktiki jidalxo'r Xo'ja Eshon murid muxlislarni o'xshashla o'limga buyurdi yoki o'ldirishga farmon tushirdi. Shuningdan keyin Malika Muhtaram Xenim saltanatida nisbiy tinchlik hukm surdi. Ammo el orasidagi xonim podshoh degan hurmat nomining Xo'ja Eshonlar tarafidan Jallat Xenim degan haqorat nomiga almashganligidan Malika Muhtaram Xenim zinhor xabarsiz edi. Orada erkanlari bo'lsa, Malika Muhtaram Xenimga bu haqda ma'lumot berishga faqatla jur'at qilolmadi. Milodiya 1698-yili kuz. Ostanning Go'rbaq rastisiga joylashgan, ancha ko'zga chiliqib ketmaydigan bir qo'roning qozniqida bir-biridan baslik kelgan 6 odam boshlarini bir yaqin akilishib, chilimga besib solgan nashini navbat bilan chekishgunicha pichirlashib degudak so'zishiyotdi. Ular 36-37 yoshlar chamisidagi boyvachcha suhbat biriga olaydi hurmat bildirishadi. To'liroq shuning so'ziga quloq soladi. Talaffuzdan ularning do'lan, Makkit qavmidan ekanligi mana men deb chiqib turadi. Ular haqiqatanmi Makkit shahid do'nglik ishqiya sulkidagi murdil hidoyatchilar edi. Heliqi boyvachcha suhbat baslik, qarmutuq kelgan, qo'y ko'zlari cho'ng-cho'ng, qoshlari to'm va qora, o'ng mangizda ro'shan tatuqaba yigit Hidoyatulloh Eshonning shahid do'ngdagi qiyin og'isi Abdug'ofur Begning cho'ng o'g'li Hilak boyvachcha edi. Pir buzurgimiz Ahmad Eshon xo'jam Qashqarga kelib, xonliq saltanatida o'tirishga taraddudlanib bo'ldi, dedi Hilak boyvachcha chilimni yendiki hamroyiga uzitib turib. Hamma ish bizga qarashliq bo'lib qoldi. Birodarlar, ul Azazul Jallat Xenimni ujuqtirsaqlar, Xo'jazodimiz Qashqarga kelib, xonliq taxtida o'tirdi. Ul chaqda bizlar birdan yurtqa bek bo'lib, mansabdorlik kursida o'tirimizda taqib qilingan saodatman ishqiya sulkimizning tug' shaddisini qaytadan javlon qildirib, jannat makon qutbul ahtopi pir buzurgimiz Abboq Eshon xon xo'jamizning qisosini olamiz. Abboq xo'jamizning qisosini elish uchun boyvachchimiz suvga suvga, o'tqa o'tqa tushgaymiz, dedi nashi ta'sirida shirkayib bo'lgan hamrohlari maydlariga mushtlab. Xo'jam rozi, Xudo rozi. Muhammad Mustafa alayhi vassalom rozi. Tun kecha shirin uyquga ketgan ostona ko'chalari jimjitlikqa cho'kkan edi. Ko'cha rastlarda odam zoti ko'rinmaydi. Ko'cha charlig'uvchilar, jisakchilarmi oromgohlarga kirib uyquga ketishgan edi. Qaysi bir xalta ko'chadan o'g'ri mushukdak temiz qilib chiqqan olti ko'langa orda sepiliga qarab tez-tez ilgirlaydi. G'urg'ur kechish shamolida ular bo'lakchilar jonlanib ketishgan edi. Ular kunduzda chandurmay nishon qilib olgan orda sepilning haramga yaqin tarafiga kelib to'xtadi-da, birining gajgisiga biri dassab, sepil temiga mahkam chaplashganicha odamdan shot yasidi. Eng ustida turgan Hilak boyvachchining bo'yi sepil ustiga yetishga, ya'ni 2 gaz qolgan edi. U yuzini sepil temidan asta ajratib, sepilning ustiga qaradi. Hava tutuq bo'lib, osmonda na oy, na yulduz ko'rinmaydi. U qorong'ulikda bosh ustidagi sepil qo'qtisini xira-shira ilg'i qildi.
avaylapqina qo'yindan ikki xanjarni oldida sepidan mahkam tutib olgandan keyin xanjarni sepilning temiga zarb bilan gach sanjib sepilning qo'qtisiga asta yaqinlashdi va qo'qtining to'shigiga mahkam gira silib bir yulqinibla sepilning ustiga chiqib oldi. Ondan bo'yindan o'tkazib so'l murisiga esib olgan bir yo'gam mashhud orqanni bo'yindan ilib bir uchini sepilning qo'qtisiga bog'ildida bir uchini tövanga sangilatdi. Hash-pash tugacha sheriklari orqanға maymundak yomishib sepilning ustiga chiqdi. Qaravullar allaqachon sepil ustidagi qaravulxonlarga kirib uyquga ketishgan edi. Ular sepil ustida shap chiqarmay mengib haramning uduliga kelib to'xtadi-da, yana ashu mashhud orqanni sepilning qo'qtisiga bog'lab seyrilib pastga tushdi. Shapi chiqarmay mengishqanicha haramning ichidagi chaqqangina bog'ning o'tirsidagi ravaqning qishiga kelib to'xtadi. Hilak boyvachcha bir oz demini ilib olg'ach, atrofni tinchigandan keyin burnini tutib olib, o'g'ir mushukni do'rab 3 qitim miyangdi. Daqiqa o'tmay 10 necha qadam neridan mushukning 2 qitim miyanglagan ovoz keldi. Ular bu ovozni anglab, xotirjamlik bilan tin elishdi. Bir piyola choy ishkuchilik vaqt o'tganda, ularning qishiga bir qor ko'langa kelib to'xtadi-da, past ovozda so'radi. Hilak boyvachchimi? Ha, biz. Nimancha kechikib ketdinglar? Ko'ch-ko'ylar besuqson deb bir oz saqlab qoldik. Ol jodi hozir nada? Gulshan saraydagi xobgoyda. Kirmak o'ng'aymi? Eshiklarni tamomiy degudek ichivatdim. Yo'l boshlasizlar emisa? Ular yengil qadamlar bilan shap chiqarmay olg'a ilgirladi. Og'vat Muritil hidoyatchining deganidek Gulshan sarayining darvozasi taqilmagan edi. Ular uxlayotgan Og'vat jisakchilarga tuydirmay tashqariqi va o'tir saroydan o'tgandan keyin 10 qadam uzunlikdagi bir dahlizdan o'tib ichkirgi saroyga qadam bosdi. Malika Muhtaram xonimning hujrasi mush saroyda edi. Ichkirgi saroyga kirish bilan udul tarafdagi bir uyning panjarasidan g'uva sham yo'riqi ko'rindi. Heliqi Og'vat ularni sham yo'riqi uyning oldiga boshlab keldi. Eshik qiya ochiq edi. Ular hujra ichiga kirdi. Shamdanda bir tal sham pil yenib, hujra ichini g'uva yo'rtib turadi. Yerdagi gilamda 2 kinizak o'ng ta'tir yetishqinicha shirin uyquga ketgan edi. To'rdagi naqshlik shohani karvatda Malika Muhtaram xonim yengil pushildab uyquga ketgan edi. Uning 2 tal bilakdak to'm o'rimichining bir tili ko'kriki ustida xuddi yilondek so'ylab yotadi. Yana bir tal chechi qoshdashidek suzuk bo'ynining tagida qotishib qolgan edi. Ular daqiqa ichida ko'zlari orqali ishora qilishib oldi-da, ikkisi heliqi 2 kinizak qizning qishiga, qolgan 4 Malika Muhtaram xonimning qishiga keldi. Yana bir qitim o'zaro qarshib olgandan keyin xuddi to'shqonga etilgan bo'rdak tangla tashlandi. Qotillarning qo'llaridagi xanjar g'uva sham yo'riqida so'g'uq yaltirab ketdi. 2 kinizak birli qitim urgan xanjar zarbisida jon taslim qilgan edi. Ammo Yelak boyvachchining urgan xanjari Malika Muhtaram xonimning ko'krigiga o'tmay to'xtab qoldi. Qattiq zarbadan Malika Muhtaram xonim cho'chib uyg'ondi. Putqo'llarga mahkam esilib turgan baslik 4 gavdiga g'azablik chekchaydi. Yelak boyvachchining hamrohlaridan biri to'gi topindak yo'g'on olqini bilan Malika Muhtaram xonimning og'zini etib olib ulgurgan edi. Malika basmoqqa tushgan to'shqandek tipirlaydi-yu, lekin putqo'lini faqatla midiriltamaydi. Og'zi, burni mahkam etilinganligi uchun gap qilish tugul nafas olmoqimi qiyinlashib qolgan edi. "Yo, pirim, ajab pichoq o'tmaydi-ku bu jodiga", dedi Yelak boyvachcha sur bosgan holda chip-chip tarlab. U bir necha daqiqa turib olgandan keyin Malika Muhtaram xonimning oq ipak ko'ngligining ko'njigidan tutib kuch bilan yirtdi-da, hayronlikda chakchiyib qoldi.
Malika Möhtərəm xanım xonim padişahlıq saltanatiga chiqqandan keyin kechalari har ehtimolga qarshi ehtiyot tadbiri ko'rib jang kiyim bilan uxlashga odatlangan edi. U ipak ko'nglikining ichiga kumushdan yasalgan ko'krak daldalg'uchini kiyib yotganligi uchun boya Yelak boyvachchining zarb bilan urgan ajal xanjiri uning ko'krak qafiziga o'tmagan edi. Eğir yarlanğan şirdek, qimir qılanmagan Malika Möhtərəm xanım barlıq qahir g'azabini ko'ziga mujassamlashtirgan edi. Malikaning dahshat yig'ib turgan ko'zlariga shundaqla qaragan Yelak boyvachchining vujudini tasvirlagisiz bir vahima qopladi. Yuragi teximi bak sep ketdi. Xanjar tutgan qo'li titredi. Malika Möhtərəm xanımning put-qo'lini mahkam besib olgan hamrohlari uni adratdi. Çaqqan bosla boyvachcha. Yelak boyvachcha qo'liga qaytadan mag'dur yig'di-da, xanjarni Malika Möhtərəm xanımning qosh teshidek suzuk bo'yniga jon jahli bilan surkidi. Shu hamon etilib chiqqan issiq qon Yelak boyvachchining yuzini qip-qizil bo'yidi. Xanjar Malika Möhtərəm xanımning gelini kesib, yo'lida to'xtagan edi. Malika jon ochig'ida bir nechini hartildab qattiq tepchakladi. Qotillar uning put-qo'liga kuchi yetmay qora targa cho'milib ketdi. Yelak boyvachcha xanjarni Malika Möhtərəm xanımning yo'liniga yana 2 qitim urib, beshini tendin to'liq ajratdi. O'smirlik davridan tortib Saidiya xonligida o'zining tangdoshsiz markanligi va jangbozlik mahorati bilan nurg'un sarkarlarni qoyil qilib, janglardagi bahodirligi bilan do'stlarini, dushmanlarini hayratga qoldirgan. Saidiya xonligini halokatdan qutuldirib qilish uchun tinmay kurash qilgan bu buyuk harbiy sarkarda jasoratlik davlat arbobi, ulug' ayol hukmdor, shundoq qilib ashu 6 nafar nechkash, nomard Sopi ishonning qo'lida fojialik o'tib ketdi. Xotimi o'rnida. Jollat xonimning o'limidan keyin Appa xo'janing cho'ng o'g'lidan bo'lgan navrisi Ahmad xo'ja yo'shirinib olgan yerdan Qashqarga qaytib kelib, o'zini Ishonxon xo'ja deb jakarladi. Singlisinin o'lim xabarini anglagan Cholish amri Shahzoda Abdumo'min Aqboshxon Cholishdan lashkar tortib kelib, Ostonni qo'liga oldida singlisi Malika Möhtərəm xonimning qisosini olish uchun Ahmad xo'jaga qarshi Qashqarga lashkar tortdi. Bu chaqda Malika Möhtərəm xonimning suluk taqibiga amal qilinmay Sanju, Xotan taraflarda yo'shirin holda sulki Isoqiya targ'iboti bilan shug'ullanib yurgan Daniyal xo'ja fursatdan foydalanib darhol Ostonaga keldida Isoqiya sulkidagi muridlarini jo'g'lab, Aqboshxonning Qashqardagi Ishqiya sulkidagi Ishon xo'jalarga qilgan jazo yurishiga hamdamda bo'ldi. Bir qitimliq jangda Aqboshxon ig'ir yaralanib, davolash unum bermay qazo qildi. Daniyal xo'ja o'zini yakanda Ishonxon xo'ja deb jakolab taxtda o'tirdi. Shuning bilan bir butun Saidiya xonligi parchalanib, yakanda sulki Isoqiya mazhabidagi Qoratog'liq xo'ja Ishonlar hokimiyat beshiga chiqqan Daniyal xo'ja xonligi. Qashqarda sulki Ishqiya mazhabidagi Oqtog'liq xo'ja Ishonlar hokimiyat beshiga chiqqan Ahmad xo'ja xonligi tang mavjud bo'lib, hukmronlik qilgan bo'linma vaziyat shakllandi. Ular o'z tasarrufida g'ayriy suluk mazhabdagi xalqni mol mulkini bulang-talang qilib, dahshatli usulda qiynab o'ldirdi va pat-pat lashkar tortishib qirg'inchilik qilishdi. Behuda o'lim yetim hasilab ko'paydi. Xalq bu tugamas jangi jidal bola qazo dastidan qong'ir qoqshidi. Urdi. Bağansiri namratlashib ketdi. Bu holat toki milodiya 1713-yili yozda G'oldan Böshik To'xon halokatidan keyin bu yerga mundaq izoh berilibdi. G'oldan 1697-yili bahorda Ching sulolasi lashkarlari bilan bo'lgan jangda qattiq yaralanib o'lgan.
Cungarlar taxtga chiqqan Sevin Arubdan Malika Muhtaram xonim taxtga chiqib, o'z hokimiyatini xonliq deb jakolab, Mo'g'ullarga boyqut qilib, Abbaq Xo'janing Qo'rchoq xonliq davrida bekitilgan ulpanlarni topshirishni rad qilganligi uchun Ching sulolasi bilan bo'lgan jangda ojizlab ketgan iqtisodini o'ngishilish maqsadida Saidiya tasarrufiga 40 ming otliq lashkari bilan ikkinchi qitim besib kirguncha davomlashdi. Bütkül Saidiya tasarrufini to'liq ilkiga ilib, mustaqil ishonli xonliq hokimiyati tiklashni maqsad qilgan Ahmad Xo'ja Mo'g'ullar bilan bütkül xalqni qo'zg'ab, jon pidoliq bilan ilishdi. Hamda Daniyal Xo'jaga xat yozib, uni Jung'arlarga birlikda qarshi turishga undidi. Lekin Daniyal Xo'ja Ahmad Xo'janing taklifiga qo'shilmay, o'zini Jung'ar aqsunyaklarning qo'yniga otdi-da, Jung'ar xoni Sevin Arubdan bilan birlikda Qashqarga lashkar tortib, Ahmad Xo'ja bilan jang qildi. Buningdan 35 yil ilgari Sulki Ishqiya mazhabining piri Azmi Hidoyatulloh Eshon, ya'ni Abbaq Xo'ja o'zini Jung'ar aqsunyaklarining qo'yniga etib, Saidiya xonligini qandoq vayron qilgan bo'lsa, 35 yildan keyin Sulki Isoqiya mazhabining piri Azmi Daniyal Xo'jamo o'zini yana Jung'arlarning qo'yniga atdi. Bu fojialik tarixning noyitimi kulkulik yeri shu bo'ldiki, Daniyal Xo'janing yordamiga erishib, Ahmad Xo'jani mag'lub qilgan Jung'ar xon Sevin Arubdan Qashqarni olgandan keyin Daniyal Xo'janimi tutqun qildi-da, asirga tushgan Ahmad Xo'ja bilan birga qamab, Jung'ar yidagi ordisi Iran Qaburg'aga opirib nazarband qildi va Saidiya iliga ilidagi Jung'ar xoni G'aldan Büşktuxonni do'rab Qo'rchoq xon qo'ymay, har qaysi shaharga birdan Mo'g'ul sarkardasi bilan bir bilak Mo'g'ul lashkarlarini qoldirib, bo'lib idora qilish tadbirini qo'llandi. Miladiya 1727-yili dadisi Sevin Arubdanning taxtiga varislik qilib, Jung'ar xoni bo'lgan G'aldan Serinni nazarbandda turgan Daniyal Xo'ja cheksiz sadoqati bilan ta'sirlantirdi-da, Abbaq Xo'janing zamonasida yilga 100 ming sar kumush qilib bekitilgan ulpanning o'rniga yilga 400 ming sar kumush ulpan topshirish, albatla g'olcha yigit, g'olcha cho'kanning sonini kemaytmaslik sharti bilan Saidiya iliga qaytadan Qo'rchoq xon bo'ldi. 1998-yili aprel, 2001-yili avgust yakan. O'qiyotgan kitobimiz Jallod xonim nomli tarixiy roman butunlay o'qib tugatildi. Diqqatli bo'lganingizga rahmat.